Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish va uning shakllari haqida gaplashamiz va 4 ta rejani ko'rib chiqamiz. Birinchi rejamiz matematika to'garaklari, matematika olimpiadalari va tanlovlar. Ikkinchisi matematika kechalari va viktorinalar. Uchinchisi matematikaga oid qiziqarli o'yinlar. To'rtinchisi esa matematik ekskursiyalar. Mavzumizni boshlashdan oldin muhtaram prezidentimizni nutqi orqali darsimizni boshlab olishni ma'qul ko'rdim. Maktab bu hayot-mamot masalasi, kelajak masalasi. Uni davlat, hukumat va hokimlikning o'zi hal qila olmaydi. Bu butun jamiyatning ishi, burchiga aylanishi kerak degan juda ham ma'no mazmunga boy fikrlari barchamizga o'rnak bo'lishi kerak. Bugun biz o'tmoqchi bo'lgan mavzu bo'yicha O'zbekiston qonunchiligida sinfdan tashqari ishlar bilan bog'liq bo'lgan huquqiy hujjatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Bularga O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, ta'lim to'g'risidagi qonun yangi tahriri, bola huquqlari to'g'risidagi qonun, yoshlar siyosati to'g'risidagi qonun, mehnat kodekslari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi nizomlari va farmoyishlari, bolalar mehnatini taqiqlovchi va tartibga soluvchi hujjatlarda aynan boshlang'ich sinf o'quvchilari va undan yuqori sinflar uchun sinfdan tashqari ishlarni shakllari qay darajada muhim ekanligi, ularni tashkil qilish nechog'lik ahamiyatli ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarning qiziqishlarini oshirish, ijodiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek, darsdan tashqari vaqtini mazmunli o'tkazishga xizmat qiladi. Bu jarayon ta'limning muhim qismi bo'lib, bolalarning matematik bilimlarini amaliy hayotda qo'llashga o'rgatish, jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirish va ularda mustaqil izlanish ruhini tarbiyalashga yordam beradi. Sinfdan tashqari ishlarning xilma-xil shakllari, masalan, matematik o'yinlar, musobaqalar, to'garaklar va ijodiy loyihalar o'quvchilarda fanga oid bo'lgan qiziqishlarni oshirish va bilimlarni mustahkamlashga qaratilgan. Bu faoliyatlar o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos ravishda tashkil etilishi lozim. Matematika to'garaklari boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun sinfdan tashqari ishlarning samarali va qiziqarli shakllaridan biri hisoblanadi. Bu to'garaklar matematikaga qiziqishni oshirish, qo'shimcha bilim olish istagidagi o'quvchilarni birlashtiradi. To'garakning asosiy maqsadlari: birinchisi bilimlarni chuqurlashtirish, ikkinchisi ijodiy fikrlashni rivojlantirish, uchinchisi qiziqishni uyg'otish va to'rtinchisi amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish kabi maqsadlarni qamrab oladi. To'garakning asosiy vazifalari esa o'quvchilarga qiyinchilik darajasi yuqori bo'lgan masalalarni yechishni o'rgatish, amaliy va mantiqiy masalalarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, o'quvchilarning matematik tafakkurini kengaytirish uchun qiziqarli topshiriqlar berish, jamoaviy ishlash, muhokama qilish va o'z fikrini himoya qilish ko'nikmalarini rivojlantirish. Matematika to'garaklarining foydalari: o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, matematikaga qiziqishini, jamoada ishlashini, musobaqalarga tayyorgarligini va amaliy bilimlarini oshiradi. Masalalar va topshiriqlarning turlari quyidagicha. Qiziqarli masalalar, masalan, 3 ta qadam bilan 15 ta shoxcha qanday o'rnini o'zgartirish mumkin? Geometrik boshqotirmalar, shakllarni to'g'ri chizish yoki o'lchash bilan bog'liq masalalar. O'yinlar, matematik domino yoki krossvordlar. To'garak faoliyatini rag'batlantirish. Yil oxirida o'quvchilar uchun sertifikatlar va diplomlar tayyorlab topshirish, eng faol qatnashchilarni mukofotlash, masalan, kitoblar yoki matematika bo'yicha o'yinchoqlar berish mumkin. To'garakning eng yaxshi ishlarini maktab darajasidagi ko'rgazmalarda namoyish qilish mumkin. Qiziqarli matematika to'garagi o'yinlar, boshqotirmalar, qiziqarli masalalar va viktorinalar orqali o'quvchilarning matematik qiziqishini oshirish. Misollar: sirli raqamlar, topqirlik bellashuvi, matematik krossvordlar. Maqsadi: matematikaga bo'lgan mehrni oshirish va bilimlarni mustahkamlashdir. Mantiqiy fikrlash to'garagi, geometrik tasavvur to'garagi,
matematika va tabiat to'garagi, raqamlar va hisoblash to'garaklari turlari mavjud. Undan ham tashqari matematik hikoyalar va boshqa tirmalar to'garagini tashkil qilish mumkin. O'yinli matematika to'garaklarini tashkil qilish mumkin. Olimpiada tayyorgarligi to'garaklarini tashkil qilish mumkin boshlang'ich sinf miqyosida. Matematik amaliyot to'garagi va tarixiy matematika to'garaklari kabi nom ostidagi to'garaklarni tashkil qilish mumkin. Matematik hikoya berilgan. Mana shu hikoya bilan tanishib o'tamiz. Bir kuni kichik shaharchada yashovchi Akmal ismli bola oddiy darsdan keyin maktab kutubxonasiga kirib kitob o'qiyotganda sehrli bir kitobni topdi. Kitobning qopqog'i rang-barang raqamlar va geometrik shakllar bilan bezatilgan edi. Akmal kitobni ochib, undagi sehrli nurlarni ko'rib, birdan o'zini ajoyib matematik olamda topdi. Akmal kitobini ochib, undagi matnni o'qiy boshladi. Xush kelibsiz, Akmal. Bizning olamimizga har bir raqam va shakl maxsus vazifaga ega. Biz bilan birga sarguzashtga tayyormisan? Akmal hayajon bilan rozi bo'ldi va doira bilan yo'lga chiqdi. Ular tez orada uchburchak, to'rtburchak va boshqa shakllar bilan uchrashdilar. Aqlli uchburchak ular uchun qiziqarli jumboq tayyorlagan edi. Qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish sirlarini bilasizmi? Bu jumboqni yeching. 4 va 8 ni qo'shib, natijani 2 marta bo'ling, dedi. Akmal va uning yangi do'stlari birgalikda hisobladi. 4 qo'shilgan 8 barobar 12, so'ng 12 ni 2 ga bo'lganda 6 ga teng bo'lishini isbotlab berdi. Javobni topganlarida ularga katta sehrli darvoza ochildi va ular ichkariga kirishdi. Darvozadan o'tib, har bir xona matematik misollar, geometrik chizmalar va mantiqiy o'yinga to'la edi. Ushbu sarguzasht davomida Akmal matematikaning nafaqat raqamlar, balki mantiqiy fikrlash, ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin ekanligini ham bilib oldi. Bunaqa hikoyalar o'quvchilarda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida sinfdan tashqari ishlarda ko'proq foydalanilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Mana bu ko'rgazmada berilgan rebuslar aynan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun sinfdan tashqari ishlarda foydalanilsa samarasi yuqori bo'ladigan ko'rgazmalar hisoblanadi. O'quvchilar uchun rang-barang, ularni diqqatini jamlashga yordam beradigan hayvonlar, gullar, turli sovg'alar, sharlar, shakllar ular uchun juda ham qiziq va bular yordamida hisob-kitobni o'rganishi anchayin samarali bo'ladi. Keyingi navbatdagi ko'rgazmamiz aynan boshlang'ich sinf o'quvchilari, aynan 2-sinf o'quvchilari uchun karra jadvalida yodlashda qiynaladigan, karra jadvalini yodlatishda qiynaladigan o'qituvchilar uchun ayni muddao hisoblanadi. Ko'rgazmada aynan chiroyli rang-barang ranglardan foydalanish asnosida boshlang'ich sinf o'quvchilariga karra jadvalini oson va tez, qulay usulda yodlatish namuna sifatida keltirilgan. Keyingi ko'rgazmamizda esa boshlang'ich sinf o'quvchilari bilishi kerak bo'lgan og'irlik, uzunlik, hajm o'lchov birliklarini qanday qilib oson yo'l bilan o'rgatish masalasi qo'yilgan. Bu ko'rgazmalarda aytaylik, vaqt o'lchov birliklarini rasm asosida, uzunlik o'lchov birliklarini qandaydir rasmli ko'rgazmalar asosida, undan tashqari hajm va og'irlik o'lchov birliklarini ham aynan ko'zlari bilan hayotiy ko'nikmalar asosida hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishimiz mumkin. Aynan boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlar jarayonida. Xo'p, bizning keyingi sinfdan tashqari ish shakllarimizdan biri bu matematik olimpiadalar. Matematik olimpiadalar boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bilim va ijodiy tafakkurni rivojlanishga mo'ljallangan muhim tadbirlardan biridir. Bu musobaqalar o'quvchilarning matematika faniga bo'lgan qiziqishini oshirish, bilimlarini mustahkamlash va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Boshlang'ich sinflar uchun matematik olimpiadalarning asosiy maqsadi o'quvchilarning matematik qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish, mantiqiy va ijodiy fikrlashni shakllantirish, qiyinroq masalalarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirish, matematikaga bo'lgan qiziqishini oshirish va o'quvchilarda o'z-o'ziga ishonchni shakllantirishdir. Iqtidorli bolalarni aniqlab, ularni qo'llab-quvvatlash uchun kerak bo'ladi. Olimpiada topshiriqlarining xususiyatlari.
qiziqarli